o'rtoqlar, Qurbon hayitiga tonnaligidan so'yaman xudo xolisa deb niyat qilgan aka-ukalarimiz uchun Angus buqani uncha-muncha sementallar ham baquvvat variantidan xudo xolisa sizlarga ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum, Chorva Toshkent YouTube kanalimiz a'zolari, qadrdonlar, Toshkent viloyati Toshkent tumani Yoshlelinchi Yangi Toshmiydan ozgina o'tgandan keyin 100% dehqon egalaridan mashtan sizlarga Angus xudo xolisa tonnali variantidan sizlarga obzorini qilib beramiz. O'rtoqlar, molimiz 1,5 yildan beri mana shu yerda xonadonda boqilar ekan. Xudo xolisa yaxshi niyatda shu darajaga olib kelib qo'yishdi. Mehnatga bitta like bosib qo'yasizlar, molni bu darajaga olib kelib mana shu holatga olib kelish uchun o'zi hazil ekan, mehnat bo'lmagan. Hozir akamizdan ma'lumotlarni olamiz. Mabodoga xudo xolisa Qurbon hayitiga yoki imенно Qurbon hayitiga emas, kattaroq tadbirlarga yoki do'konlarga qassob akalarimiz bo'lsa, hisobi bilan sotamiz deyaptilar. Buni endi misol uchun endi shu darajada boqib qo'ydik, palon pul so'rashdi yo'q, niyat deyaptilar. Hisobi bilan kelib savdo qilib olishadi. Juvevesiga ham soturamiz deb akamiz aytib o'tadilar. Xo'p, aka, assalomu alaykum. Salomatmisiz? Charchamang. To'g'ri aytdimmi? 1,5 yildan beri boqasiz buni? Shunaqa, 1,5 yildan beri boqilyapti buqamiz. Aha. Yedi ishtalari zo'r. Zo'r bo'lgan, ko'rdingiz, quruq yem deyilgan. Aka, mana shu molni ko'rsatishdan oldin bitta ratsionni bu yoqdan bitta o'tib ko'rsatib beraylik. Hozir mana bitta yemlari turgan ekan hozir. Bu yerda ko'ryapsizlar, boshqa mol yo'q, faqat shuni o'zi boqilgan ekan. O'sha yerga o'tamiz, yuring. Mana. Ko'rsatib berish. Xo'p. Birinchi buni ko'rsatamiz. Bu nima? Bu jo'xorni uni bor buni ichida. Jo'xorni uni, Arpa bor. arpa, Keyin bug'doyi dirabilkadan chiqqan uni. aralashtirilgan. Aralashtirilgan. O'zi menda unini yeyapti hammasini. Birosi bug'doy bilan arpani uni qolmagani uchun mana shunaqa yirog'ini olib keldik. Shundan necha mahal yeyapti? Shundan 2 mahal yeydi. Ertalab 5 kilo, kechki 5 kilo toza yeydi. Mana shu qopdagilar, to'g'rimi hammasi? Mana shu qopdagilar. Mana. Bu yerda mana bitta silos ko'ryapman, nima bu? Silosini yeydi. Silos bilan aralashtirib beriladi-ku alohida? O'shanga aralashtirib beriladi. Manami shu yem, yem qo'shayotgan, Aha. Toza yemli yegan hammasi. Quruq yem hammasi. Pol yemagan. Mardi ichmagan. Yo'q, unaqa narsani ichirmaymiz. Ketdik, molni olib o'tamiz endi. Faqat tabiiy semirgan holati. Tabiiy boqilgan. Tabiiy boqilgan u. Aha. Qilib berilmagan. Xo'p, o'rtoqlar, hozir buni bir bo'yni o'lchab ko'rmoqchi edik. Yonida turish iloji bo'lmadan, lekin yuvoshliklari zo'r. Asov emas unaqa? Yo'q. Asov emas, oldi tomoni. Sho'xroli yem yegan. Oldi tomoni 1.45 chiqdi, orqasi shunda 1.55 chiqadi. Chunki orqasini ko'ryapsizlar, orqalari ancha tikka. Oldi 1.45, orqasi 1.55. Примерно 1 tonnani nari bersda hisoblarni qilaverasizlar. Qani aka, ko'tini bu yoqqa o'tkazamiz endi. Okay, like bosdingizmi? Hali ham bosmadingizmi? Bittadan like bosib qo'ying o'rtoqlar, va molga qaranglar. Xudo xolisa, Anguslar ham mana shunaqa o'qitar ekanda, sementallar bilan tenglash urar ekan, xudo xolisa uni boqsanglar qaranglar. Hazilakam narsa emas, lekin telefonda o'rtoqlar men sizlarga buni katta, kichkina ko'rsatayotganim yo'q. Sal aka yoniga salimdaroq turing. Mana. Mana. Xo'p, oyoqlarda, keyin aka oqsil unaqalar bo'lmadimi? Oqsil bo'lmagan. Sog'lom. Oyoqlari mana qaranglar. Baquvvatligi, illigi, bo'yin, mana. Bu yoq tomondan ham bitta ko'rsatib beraylik. Mana jonivor. Hop, aka nech pul narxi so'raymiz bunga yopishtirib? 85 million so'raymiz, kelishtirib beramiz. 85 million kami bor. Hozir mana bitta 2 ta, 3 ta odam bo'lib ketganimizga ozgina asoliy qo'yapti, lekin yuvoshliklari yaxshi deyaptilar akam. Bexijolat. Xudo xolisa 85 million so'm kam bor. Keyin aka buni Juvevesgacha sotaveramizmi? Kelishib torttiramiz Juvevesga. Juvevesga sotilaveradi. Sotilaveradi, kelishib torttiramiz. Mana. Mabodo hisobiylik kelsa telefon qurasizlar. Aytgan bilan so'raganda ayb yo'q. Sizlar ham kelib bir so'm so'rashga haqqinglar bor. Lekin endi so'rash ekan deb behisob qilib so'rash yo'q. Endi akamiz olib kelib boqqanlar bular tirikchilik odam bo'lsa, so'rashing ozgina narx ber qilib aytadilar bular. Boqqan odam narxi bilan sotiladi xullas. Bu maqsad sotish, to'g'rimi aka? Buni bu yerda уже mana xudo xolisa boqqan mashta 1,5 yil ushadilar. Kimga nasib qilgan bo'lsa beriladi, lekin 100% sifatli boqilgan mol. Mana o'zingizlar ko'rib bahoni beringlar. Jonivor. Xo'p, nomer aytib keting aka. Nomerimiz 95lik 95lik 571 571 55 53. 55 53 telefoniga aloqa chiqarasizlar. Qolgan ma'lumotlarni o'zingiz berasiz yana. Nimadir savol javoblarimiz. 88lik. Aha.
545 545 77 76. 77 76. Pastda описаниyada nomerlarni qoldirib ketaman. Yana bitta kodlarni bu yoqqa o'giring aka, ko'ra olmaganlar yaxshi bitta ko'rib olsin. Mana. Jonivor yaltillab ketibdi o'zi ham. Mana qaranglar. Bar quruq yemni boqqanda sifatida farqi bo'lar ekan-da aka. Ha, quruq yem yeganda farqi bor ekan. Telarni qaranglar, quruqligini. Quruq yem yeganda farqi bor ekan. Mashina aka, hozir mana 1,5 yil bo'ldi o'zi boqqaningizga. Endi narxlarni aytib bo'ldik, buni narxini cho'zyapsan demaysizlar. 1,5 yilda effekt qanaqa ekan boqishga? Yaxshi, zo'r. Mesni moldan farqi bormi? Ancha farqi bor. Farqi bor-a? Ha, farqi bor. Olayotganda sal balandroq bo'ladi. Olganimda sal to'g'ri, o'zining anaqasiga nisbatan sal balandroq bo'lgani, lekin o'zgarish tarafi zo'r ekan. Ha, o'zgarishi zo'r. Ovqat tanlab, unaqa narsalar qilmaydi-da. Ovqat tanladi. Kasalligi, chidamliligi mana yozda, qishda boqdingiz. Umuman kasal bo'lgani yo'q menda. Bu yerda? Ko'chaga olib chiqmadim, mana uyda turdi faqat. Aha. Ko'z tegmasin, oqsil, poqsil, umuman unaqa narsa bo'lmadi. Nega uyda turgani hisobiga, ko'chaga chiqmagani hisobiga yaxshi. O'rtoqlar, bu sog'lom deyotganimiz prosta gap emas, bu 100% sog'lom narsa-da. Ana shu Qurbon hayitlarga mana shunaqasidan niyat qilgan akalarim yo'q, xudo xolisa. Bizning kanalda bilasizlar, uncha narsa chiqolmaydi. O'zimga ilingan narsani, yaxshi sifatli narsani sizlarga ham chiroyli qilib obzorni qilib beramiz. Kelib, yana o'sha gap, ko'zinglar bilan ko'rishinglarni tavsiya qilaman, xudo xolisa. Salomat bo'linglar, bittadan like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.